Assalomu alaykum. Yangi seximizni ham ishga tushirdik. Bugun 23-iyun Jomboy tumani, Samarqand viloyati Jomboy tumanida yangi qoliplarda ishga tushdi. Bu yangi qoliplar deyishimizga sabab, qoliplar juda ham idealni bo'lgan hisobida bloklar ham idealni chiqishni boshlaydi. Bloklarimizni zo'r xususiyati yozda issiq o'tkazmaydi, qishda esa sovuq o'tkazmaydi. Undan tashqari tez ko'tarilishi va shkaturka qilinmasligi, shkaturkani puliga devor tikkab qolishi va mana bunaqangi jazirama issiq kunlarga uyimiz harorati isib ketmasligi, qishda esa issiqlikni chiqarib ketmasligi uchun gazoblokdan insonlarimiz ko'pincha uy qurishyapti. Uyda komfort xohlasangiz mana shunaqangi gazoblokdan qurishingiz sabab bo'ladi, chunki ham tez ko'tariladi va issiq sovuq o'tkazmaydigan bo'ladi. Shunaqangi sifatli gazobloklar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqasiz. Biz sizga esa Samarqand bo'ylab dastlabki xizmatlarni bepul yetkazib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 20 ga 30-60 gazoblogimiz narxi 20 ming so'm bo'ladi va yetkazib berishlari bepul bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasiz. Biz sizga yetkazib beramiz va bunaqangi videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, gazoblokda uy qurmoqchi bo'lganlarga yuborib qo'yamiz.